Turkiyada Uyg'urlarga qarshi josuslik faoliyati yuritgan 7 nafar Xitoy fuqarosi Turkiya milliy razvedkasi tomonidan ushlandi. Turkiyadagi Uyg'ur turklari va davlat amaldorlarini nishonga olgan va Arvoh baza stansiyalari yordamida ma'lumotlar to'plagan 7 kishilik Xitoy josuslik tarmog'i yo'q qilindi. Istanbulda joylashgan Milliy istixborot tashkiloti tomonidan uyushtirilgan operatsiya davomida Xitoy fuqarolarining Istanbul, Izmir, Manisa, Balıkesir va Bursada faoliyat olib borayotgani aniqlangan. Kuzatuv davomida tarmoq ma'lumotlar to'plashda foydalanadigan qurilmalarni kichik bo'linmalarga bo'lib Turkiyaga olib kirgani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, Arvoh tayanch stansiyasi tashkil etgan tarmoq Turkiyadagi davlat amaldorlari va Uyg'ur turklariga qarshi texnik nazorat olib borib, ularning koordinatalari va aloqa ma'lumotlarini to'g'ridan-to'g'ri Xitoyga yuborgani ma'lum bo'lgan. Operatsiya chog'ida jinoiy qo'lga olingan 7 nafar xitoylik gumondor hibsga olindi. Tergov jarayonida ba'zi gumondorlar bir-birini tanimasliklarini da'vo qilishgan bo'lsa-da, ulardan biri Turkiya